Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresimizga ham mebelimizni olib kelib, o'rnatib ham oldik. Jizzax shaharining o'ziga domlarga kelganmiz. Shkafimiz razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 220. Razmeri 220. Eshiklari vakuumli qilib ishlangan. Ichki ko'rinishi haqida qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilaman. Mana bu uzun kiyim uchun o'rtasi polka. Mana bu tomonda ikkita ushilgasi bor. Mana bu tepa qismi va pastki qismida. Eshiklari 100% vakuumda qilib yasalgan. Mebelimiz rangiga keladigan bo'lsak, rangi eshikni rangiga moslab yasadik. Laminatdan 100% laminat. Xohlovchilar uchun boshqa akril deydimi, uyma deydimi yasab beraveramiz farqi yo'q. Tepa qismi yavlat, kattaroq kiyimlarni qo'yishga mo'ljallangan. Ichi ochiq. Buni ichiga ham xohlovchilar uchun polka ham qo'yib bera olamiz. Bu ham vakuumda qilingan eshiklari. O'ziga qulaydigan qilib domning razmeriga yasalgan salkam. Endi balandligiga har ehtimolga qarshi tepadan suv, tepada ham qo'shnilar bor, o'sha maqsadda qilindi. Tekizilmadi tepa qismi. Mebelimiz mana bu razmeriga keladigan bo'lsak, mana bu razmer ish mana bu yerda mana bu razmergacha 55 sm kiyim bemalol sig'adi. Bizning adres so'raganlarga bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun 95 koda 226 0404 hamda shu raqamning o'ziga Telegram orqali ham zakaz berishingiz mumkin. Rangida tanlovlar bor.